Assalomu alaykum. Keling aka. Qaysi go'shtlardan beri? Keldim. Nimaga sizlardan deganda go'shtlaring 15 ming qimmat? Sizni to'g'ri tushunaman aka. Kelimasiga o'z sabablarini tushuntirib beraman. Demak, bizning mollarimiz Bekota fermasida tabiiy ozuqalar bilan halol yo'nalishda boqiladi va ana shu mollar bizning qassoblarimiz tomonidan to'liq 100% halol holatda so'yiladi. Shuning uchun ham buni narxida boshqalarga qaraganda ozroq farq qilishi mumkin. Yo'g'i. Sababi biz go'shtlar chet eldan yoki boshqa joylarda so'yilgan mollarning go'shti bo'lmaydi. Aynan o'zimizda yetishtirilib, o'zimizda so'yilib, sizlarga shunaqa sotiladi. O'shuning uchun ham farq qilishi mumkin bo'ladi. Eng asosiysi aka sizga va oilangizga kuch bo'lishiga, baquvvat go'shtligiga biz 100% kafolat beramiz. Sababi tabiiy bizda hamma go'sht. Chunki biz sog'lom go'shtda sog'lom tana shioriga amal qilamiz. Endi qaysi go'shtdan beray aka sizga? Menga umuman qizig'i yo'q, farqi yo'q. Menga arzon bo'lsa bo'ldi, u qanaqa so'yiladi, qanaqa boqiladi, menga nima? Arzon bo'lsa bo'ldi. Mayli aka, tanlov sizniki. Lekin yaxshi ham bizni mijozlarimiz o'zini sog'lig'iga bee'tibor bo'lsa. Assalomu alaykum, Asmus aka, charchagansiz? Qaraverasizmi? Keling aka, qaysi go'shtdan beri? Ana kungi bergan go'shtingizdan yana bering. Uydagilar mazza qilishdi boru. Nimagadir shu sizlardan olgan go'shtimdan boshqa joydan topolmayapman-da. Sizlar qandaydir boshqacha.